Shu probka motoringizni saqlab qoladi. Ko'pchilik uchun kengayuvchi bachokdagi bu probka oddiy qopqoq. Probka ichida ikkita klapan bor. Aynan chiqish klapani motorning optimal haroratini saqlashda katta rol o'ynaydi. U sovutish tizimida 0.12, 0.13 megapaskal bosimni ushlab turadi. Natijada antifrizning qaynash harorati oshadi. Ya'ni u tez qizib ketmaydi. Ammo agar bu klapan yopiq holatda qotib qolsa, motor qizigan paytda bosim keskin oshib, 0.2 megapaskaldan ham yuqoriga chiqadi. Buning oqibatida bachok yorilishi yoki shlang otilib ketishi mumkin. Aksincha, klapan ochiq holatda qotib qolsa, antifriz erta qaynaydi va sovutish tizimi o'z ishini to'liq bajara olmaydi. Yiliga kamida bir marta probkani yuvib yuring. Qotib qolmaganini tekshiring. Agar shubha tug'ilsa, almashtirib yuboring. Bu maslahat uchun videoga like bosishni unutmang. Lekin qizib ketishdan qutulish uchun radiatorni tozalab turing yoki yangisidan qo'yib, ancha yillik yamoqli tog'radan qutulib qo'ya qoling. Bunda sizga byudjetbob Mansuro radiatorlari qo'l keladi. Unda suv yurish kanallari boshqa radiatorlarga nisbatan ko'p bo'ladi va dvigatel tezroq soviydi.